Hayotimda eng oson choko medavik retsepti ishimizni sariyog' bilan asalni yaxshilab qizitib, soda solib aralashtirishdan boshlaymiz. Xuddi shunaqa tusga olgandan keyin tagini o'chirib qo'yib, sovishini kutamiz. Ungacha tuxumli massaga o'tamiz. Tuxumlarimizni chaqib shakar bilan 5 minut yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Asalli massa, tuxumli massa ikkalovini bir-biriga aralashtirib olib, un bilan kakao qo'shamiz. Quyuqligi xuddi shu tusda bo'lishi kerak. Men konditerskiy meshokka solib, pergamentga kvadrat chizib oldim, lekin siz o'zingizga qulay usuldan foydalaning. 160 gradusda 10 minutdan pishirib oldim. Kremi uchun qaymoq bilan varyonniz gushonkadan foydalandim. Tayyor pishib chiqqan korjlarimizning ustiga sirop qilib, siropim shirin suvli sirop, lekin olchani sokini qilsangiz ham zo'r. O'rtasigacha krem korj. Keyin olchani tozalanganini qo'yib oldim. Xuddi videoda ko'rsatilgandek terib bo'lganingizdan keyin xolodilnikka 6 soatga olib qo'yamiz. Videoni tagida to'liq proporsiyalarini yozib qoldirganman. Nechta qo'shishingiz bittada o'xshab chiqadi. Ikkilanmasdan qishga ko'ra dekor qilib uydilarimizga tortamiz. Bunaqa choko medavik uchun like va kommentariy hammalardan kutib qolaman. Oddiy medavik qilmoqchi bo'lsanglar, kakao qo'shmaysizlar, olcha qo'shmaysizlar, bo'ldi. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar. Videoni tayyorlab beradigan yaqiningizga jo'natib qo'ying.